Voy mana. Kia Sportage moylar oqib ketgan. Evakuatordan olib kelishdi. Mana telar polni moy bo'lib yotibdi. Biladigan, tushunadigan joyda almashtirishinglarni tavsiya qilamiz. Ixtiyor yechgan zashitkasini. Aybini topdik. Mana qotirmagan, esdan chiqib qolganmi? Kia Sonet'ni filtrini qo'yib yuborish. Eski filtri. Yangisi Kia Sportage filtri o'zi mana bunaqa bo'ladi. Shunaqa darajada qochib ketgan bu. Bo'lmayapti. Ertaga bolasi bor-ku, aka. Kampunchiligi men ikkitasi yaxshi ko'raman. Bittani yuradi aka. Shunaqa yuqorida hali naryoqda biznes javob beradi. Aka, bunga oz o'rgan yaxshi aka. Ha, boy. Shunday mashtaqa bo'ldi-ku. Oybek telefon olib bilan keyin mashina o'tirib o'yladi. Nima qilgan ishim? Men bilib rol qilgan narsa. To'g'ri bilib bilmay qo'ygan joyimiz bor. To'lkalar bilan yurib qo'ygan. Sizlar nechta anaqa? Anaqa. Bu Oybek yetmaydi-da. Mashinamizni moyini almashtirib bo'ldik. Endi menyuga kirib Sibros qorish kerak. Mana bu yerdan. Xo'p. Mana Comfort degan joyga kiramiz. Mana interval обслуживание degan joyga kiramiz. Mana interval обслуживание yoqiq. Настройка mana. Bu yerda 8000 kilometrga qo'yib berdik. Yokida 6 oyda yonib qoladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Manzilimiz bu yoqdan Yunusobod Universal Mostdan tushishdi. O'ng qo'lda mana Seber Karbonni oldida. Bu yog'i mana karvon zaprobkani ichida. Aka, xizmatimiz qalay? Yoqdimi?